Mustafa Kemal Atatürk haqida kitob tayyorlagan Uyg'ur yozuvchi qo'lga ilindi. Uyg'ur adib Ahmadjon Mo'min Tarimi 2000-yillarda Mustafa Kemal Atatürk haqida yozilgan bir kitobning muharrirligini qilgan bo'lib, oradan 17 yil o'tgandan keyin Ahmadjon Mo'minning tutqun qilinganligi va Urumchidagi bir yig'ilishda tutib turilayotganligi o'tirg'a chiqdi. Doktor Ahmadjon Mo'min uzun yillardan buyon Shinjon xalq nashriyotida xizmat qilgan. Manisa Avam Hamkorlik Munbiri a'zolari Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistondagi zulmiga qarshi turish uchun juma namozidan keyin Xotuniya jamiyati oldida faoliyat o'tkazdi. Yana bir tarafdan Kassanomo IHA insonparvarlik yordam vaqti Xitoyning Sharqiy Turkistondagi zulmiga qarshi namoyish o'tkazdi. Dünya Boks Kengashi BBC Yoshlar Dunyo chempioni Bug'ra Öner va Dünya Boks Kengashi Yevropa Osiyo oltin kamar medali sohibi Olibtug' Öner Qeyrindoshlar birlikda qizil bayroq va ko'k bayroq nomida Sharqiy Turkistonni qo'llash boks musobaqasi o'tkazdi. Boks chempionlari Bug'ra Öner va Olibtug' Öner 10 yildan buyon Sharqiy Turkiston davosiga ko'ngil bo'lib va qo'llab kelayotgan bo'lib, musobaqada Öner oilasiga Sharqiy Turkistonliklar nomida lavha taqdim qilindi. Sudan saqchilari namoyish jarayonida hayotidan ayrilgan Muaviya Osmanning mit namoziga qatnashuvchilarga mudoila qilish uchun o'q chiqardi. Sudan saqchilari Muaviya Osmanning mit namoziga qatnashgan minglarcha kishiga qattiq muomalada bo'ldi. Kishilarni tarqitish uchun rasmiy o'q ishlatdi. Amerika boshchiligida xalqaro ittifoqning Suriyada terrorlikqa qarshi havo hujumi davomlashmoqda. Suriya taratqullari ittifoq tarafidan Suriyaning Derizur shahrida ilib berayotgan havo hujumida 20 fuqaroning hayotidan ayrilganligini bildirdi. İyi Partiya İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sharqiy Turkiston surgundi hukumati haqida to'xtaldi. Parlament a'zosi Nuhoğlu, Türkiye parlamentida so'z qilganda Sharqiy Turkistonda krizning davomlashayotganligini ta'kidladi va 30 milyon qarindishimizning Anqaradan umid va yordam kutyotidi dedi. En önemli konularından birisi de Doğu Türkistan'da yaşanan zulümdür. 21. yüzyılın ilk çeyreği Türk dünyası için çok sıkıntılı geçmektedir.